Assalomu alaykum aziz do'stlar, aka-ukalar. Bugungi reysimiz Toshkent, Moskva Toshkent chiqayotgan primo reyslar Abu Saxiy Machito'dan ko'rib turganlarda avtobuslarimiz Passatga qo'yilgan haftada 4 marta. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari reyslarimiz amalga oshirilgan 18:00 da chiqib ketadi. Ko'rib turganlarda mana Abu Saxiy Machito'dan kirasizlar. Zalajdalarimiz bor. Yuring, ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Ko'rib turganlarda akalar zalajdan bor. Bemalol kirib o'tirsalar bo'laveradi. Ha, video uchun yo'laman. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Xorazmdan. Xorazmdan insonlarga nima deysiz? Tavsiya qilasizmi Rossiyaga ketishni? Abu Saxiy Machito'danmi? Zalajdanlarimiz bormi? Kutib bemalol o'tirsa bo'laveradi. Ishonchlimi ekan aka? Zo'r ha. Ko'rib turganlarda reyslarimiz amalga oshgan bemalol mana klientlarimiz o'tiradi. Kimga shunaqa ishonchli nomerlar kerak bo'lsa ekranlarga yozib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.